Toshkentda 7 kun men bilan birgalikda o'tkazing. Do'stlar, bugun boshqacha kun. Demak, O'zbekistonning turli hududlaridan men 3 ta qizni tanlayman va ular bilan birgalikda 7 kun mobaynida birga bo'laman va o'tkazaman. Ushbu hafta davomida dugonalarim va men sizlar bilan o'z tajribalarimni bo'lishaman. Hayotingizni tahlil qilamiz. Imijingiz, ichki holatingiz ustida albatta ishlaymiz. Va hayotingizdagi eng yorqin, eng mazmunli haftani birgalikda o'tkazamiz. Siz hech narsadan xavotir olmang. Toshkentdagi yashash xarajatlarini o'z zimmamga olaman. Sizlardan faqat kuchli istak va 20-iyundan 26-iyungacha men bilan birgalikda o'tkazishni men sizlardan so'rab qolaman. Ariza qoldirish uchun ushbu video ostidagi izohlarda quyidagilarni yozing. Ismingiz, yoshingiz, oilaviy holatingiz, farzandlaringiz bormi? Qayerda yashaysiz? Va men sizni yaxshiroq tanib olishim uchun hayotingiz haqida qisqacha hikoya qilib bering. Nima bilan shug'ullanasiz? Kunlaringiz qanday o'tadi? Hayotingizda qanday muammolarga duch kelasiz? Va siz nimalarni o'zgartirmoqchisiz? Albatta, ushbu videoni o'z storiesingizda bo'lishni unutmang. Bu sizning qiziqqaningizni ko'rishimga yordam beradi. Arizalar faqat 24 soat ichida qabul qilinadi do'stlar. Shoshiling, aynan bizning uchrashuvimiz sizning hayotingizni butunlay o'zgartiradi. 7 kun, 3 ta qiz barchasini o'zgartirishga imkon beradigan bir imkoniyat.